Abror Muxtor Ali, yana nima ishlar qilib qo'ydingiz? Qachongacha ayollar bilan tenglashasiz? Qachongacha ig'vo toshlaysiz otasi hammaga? San'atkor ham qolmaydi, ayol ham qolmaydi, erkak ham qolmaydi. Siz o'sha qilgan ig'voingiz hisobiga o'sha Munisa Rizayeva san'atkor ayol javob berdi sizga. Domlalarni aytganini qil, qilganini qil. Mana shu xulosaga hisob keldingiz. Yo mayli, agar u Abror Muxtor Alini aytganini qil, qilganini qilma deb faqat siz bilan bo'lganda shaxsiy bularni ichida men aralashmasdim. Lekin sizda men juda ko'p kuzataman. Kimlar bilan talashib yurgan bo'lasiz, boshqa bo'lasizda, keyin vaqt kelib turib, agar unga boshiga ish tushadigan bo'lsa, hali adovatni 2 barobar kuchaytirib yuborasiz. Munisa Rizayeva bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ayol kishilar bilan tenglashmang. Bu ishlarni qilmang. Abror Muxtor Ali, yana nima ishlar qilib qo'ydingiz? Qachongacha ayollar bilan tenglashasiz? Qachongacha ig'vo toshlaysiz otasi hammaga? San'atkor ham qolmaydi, ayol ham qolmaydi, erkak ham qolmaydi. Qachongacha bo'ladi bu voqea? Kecha ko'rib qoldim, siz o'sha qilgan ig'voingiz hisobiga o'sha Munisa Rizayeva san'atkor ayol javob berdi sizga. Ya'ni javobi muxtasar xulosasi shu bo'lganki, domlalarni aytganini qil, qilganini qil. Mana shu xulosaga hisob keldingiz. Men hayron bo'lib qoldim, nima uchun bunday qilyapsiz? Endi yaxshilab kuzatadigan bo'lsam, e'tibor qaratsam, menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha siz o'zi ish faoliyatingizni ana shu mashhurlar bilan, jumladan o'sha Munisa Rizayevani gapirib chiqishingiz bilan boshlagan ekansiz. Ya'ni ko'tarilishingiz o'shandan bo'lgan ekan. Naqadar xunuk ko'tarilish bu. Va yana davom ettiryapsiz. Nima uchun? Kamlik qilyaptimi sizga bu obunachi? Tirikchiligingiz mana shundan bo'lsa deb tushunaman. Demak, kamroqmi? Yana ham o'sha reklama narxlaringizni ko'tarmoqchimisiz? Yo, nima qilmoqchisiz? Nima uchun qilyapsiz bu narsani? Yo mayli, agar u Abror Muxtor Alini aytganini qil, qilganini qilma deb faqat siz bilan bo'lganda shaxsiy bularni ichida men aralashmasdim. Lekin siz kasopatingizga butun musulmonlar, ahli ilm, dindorlarni ham ana shu qatorga qo'shib o'ryapti. Chunki ular ahli ilm emas, dinni tushunishmaydi. San'atkor ham boshqasi ham. Demak, ular ana shunday qarorga kelishiga kim sababchi bo'lib qoladi? Bu yog'idagi kesa kelmasa tosh otadigan ig'vogarlar sababchi bo'ladi. Ana shunga siz sababchi bo'lyapsiz. Mana shu menga ta'sir qilyapti. To'xtating bu narsani. Keyin o'zi kim bo'lishidan qat'iy nazar Alloh jazosini bersin, dinimiz dushmanlarini, noto'g'ri yo'ldagi o'sha yomonlikka chaqiradiganlar hammasini. Lekin kim bo'lishidan qat'iy nazar sizda bitta yomon bir illat bor, ana shu illatni yo'qoting. Men eng ashaddiy dushmanimni ham agar u boshiga ish tushadigan bo'lsa, masalan, qamalsa yo boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, shuni unutaman. Yaxshi ko'rmayman uni. Unga dushmanligim saqlanib qoladi. Lekin hech qachon ana battar bo'l, qo'lga tushding-ku, u gaplarni qilmayman. Masalan, siz o'zingizni nima deb bilasiz menga bilmayman. Men sizni dushman deb bilmayman o'zimni sizga. Lekin siz meni shunday deb bilgansiz va ana shuni hisobiga dushman deb juda bir adovat yurasiz menga nisbatan. Va siz qamaldingiz. Lekin men sizni gapirganim yo'q umuman. Chunki ana shunday. Men hech qachon menga qarshi bo'ladigan o'zini dushman deb biladimi, yo rostdan dushman bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon men adovat toshini otmayman. Ayniqsa boshiga tushgan paytda. Lekin sizda men juda ko'p kuzataman. Kimlar bilan talashib yurgan bo'lasiz, boshqa bo'lasizda, keyin vaqt kelib turib, agar unga boshiga ish tushadigan bo'lsa, hali adovatni 2 barobar kuchaytirib yuborasiz. Mana deb xuddi mana men qildim degan ma'noni qilmoqchi bo'lasizmi? Agar siz tufayli u boshiga ish tushgan bo'ladigan bo'lsa, bu sizga faxrmi? Agar siz tufayli bo'lmaydigan bo'lsa, yo'q narsani gapirilma keragi bor. Birovni boshiga ish tushganda ustidan kulibma keragi bor. Bu ishlar noto'g'ri narsa, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Siz birov bilan talashayotgan bo'lsangiz, boshiga ish tushgan bo'lsa, to'xtating. Alloh o'zi kifoya qilsin deng bo'ldi. Lekin hech qachon orqasidan yana mag'zava toshlarni otmang. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Va jumladan siz Munisa Rizayeva bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ayol kishilar bilan tenglashmang. Bu ishlarni qilmang. Chunki siz mana shunaqa bemavrid ishlaringiz hisobiga musulmonlarga, dindorlarga yomon tamg'a bosilar ekan. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Bu gaplardan tegishli xulosa chiqarasiz degan umiddaman.